Bu yigitchamizni Payg'ambar alayhisalom tush ko'rganlar deb eshitgan. Tushingizni aytib berasizmi? Nima bo'lgan, aytingchi? Eski uy, yog'ochdan qurilgan uy. Eshigi oddiy, keyin esa assalomu alaykum Abdulaziz dedi. Keyin va alaykum deb salom berdim. Keyin esa aytdi, men Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bo'laman dedi. Keyin esa juring uyimizga kirgizaman dedi. Keyin bo'pti deb uylarga kirdik. Eshiklar taxtadan ko'tarib yopib qo'ydikdan keyin ichiga kirib, yana ko'tarib yana yopib qo'ydik. Keyin ichkarida Ibrohim degan anam bor, birodarim ana shu bor ekan. Keyin men ana qiroat qilib bering dedi. Bilgan suralarni aytib bering dedi. Keyin bo'pti dedim men. Alhamdulillah aytib berdim. Ixlos, keyin Kavsar, Nas, Falaq, Sharh, Nasr, Baqara 8 oyatini aytib berdim. Keyin Ibrohim aytib berdi, o'tam keyin uyim aytib berdi. Uni kelsa xatolar bor ekan. Uni keyin to'g'rilab, keyin men ham Falaq surasidan Falaq bo'ladi ekan. Ana shuni men Falaq qo'yib shuni to'g'riladi. Keyin uylardan chiqqandan keyin yuring Abu Bakr roziyallohu anhu laqab baraman dedi. Keyin bo'pti deb ketayotganimizda yo'lda bitta masjid bor ekan. Masjidning oldida ko'p bor ekan. Bitta qora odam turibdi ekan. Keyin ana shu odam qo'l ko'targan ekan, payg'ambarimiz aytdi. Hazrat Bilol bo'ladi ana shu dedi. Keyin o'tib ketdi. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu laqab berdi. Abu Bakr roziyallohu anhu laqida ancha turgandan keyin Ibrohim bilan meni iqlomimizni ikki yelkasiga ko'tarib, uylarga aylantirdi. Qanday ne'mat, qanday bir baxt. Insonlar Payg'ambar alayhisalomni muborak diydorlarini ko'rish uchun qancha yillar, qancha Alloh taologa duolar qiladilar. Alloh taolo bu yigitchaga nasib qildi Payg'ambar alayhisalomni ko'rishlik. Qur'oni Karimni xatm qildilar. Bu yoshda katta ne'mat. Necha marta xatm qildingiz? 7 marta xatm.